Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yoppasiga hammanglar tinchmisizlar? Buru 5 lik pechkalarimiz oldi o'choqli ovqat qiladiganligi oddiysi. Razmerlari bir xil, shu tumshug'i o'sib chiqqan hisobiga farqi bor ekanini, bo'ylari hamma yo'g'i bir xil, materiallari bir xil. Oldi orqasi to'rli bo'ladi, asosiy o'tiradigan yeri to'rli bo'ladi, tomi to'rli bo'ladi. Asosiy joylari to'rlik listdan bo'ladi. Yonboshliklari, mana orqa polkalari 2 dan bo'ladi, qora kuygan listdan bo'ladi. Chunki effektni yaxshiroq berish uchun issiq uzoqroqqa beradi, yaxshi isitadi, rasvoti ozroq bo'ladi ko'mirni. Kimga qanaqa holatda kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Hamma yo'g'ini to'rli qilib bersak ham narxida, pulida farq qilib qoladi. Keyin hamma yo'g'i to'rli qilinadigan holati gaz bor joylarga qilinsa yana ham yaxshi bo'ladi. Ko'mir o'tdan yoqaman deganlarga mana bu holatda esa zo'r. U taraflariga, orqa taraflariga o'tirmaydi, issiq aylanadi. Ziyoni yo'qni. Bularimizni narxini, bunisini oldi o'choqligini, shu turishini 1.450.000 so'm berdim. Mana unisini 1.100.000 so'm berdim. O'na sillida bo'ladigan materialimiznikini 1.60.000 so'm berdim. Kraska sepkilinsa, kraskalariga 100.000 so'mdan qo'shiladi. Kimga qanaqa holatda kerak bo'lsa aloqaga chiqaringlar.